xonadonda qozoq qaynaydimi yo'qmi voyda. Ha, ata tinchlikmi? Nima bo'ldi adajon? Bu qorin ochdi ovqat qilib beriladimi bunday? Hozir mana keladi, chechevishni suv zakaz qilib qo'yganman. Nima? Nima u? Zo'ru ata, sariq bo'ladi, quyuq bo'ladi. Maza qilib ichasiz. Quyuq sariq, voy rangi ham chechivishli ekan. Normal ovqat qilib bermang. Bo'ldi, shu aytganlarimni qilgan odammi? Hech yo'q, mana bu uyda och uxlayotganman-da, och. Tinchlikmi? Qo'lni ochdi, uxlamayapman, ovqat qilib berilading. Maqtan! Tabiiy. U bir narsa qilib bermaysan odamlarga. Mana hozir ko'ksi zakaz qilganman. 5 minutda keladi. Ko'ksi? Voy nima? Kimning? Voy menga maqtan qilib, achchiqini mastava qilib, xonim qilib, qatiqlab yey. Nima u ko'ksi? Qizlarmi o'tiribsizmi? Yo'q, saryoyib o'tiribman. Qanaqa sariyog'mi? Konservatlarsiz 100% tabiiy sariyog'. Voy, kakranshi. Nomi ham, ta'mi ham kakranshi. Mazasi kakranshi. O'tir, yeb ko'rgin. Mana. Ay. Bolaliging esingga tushib ketadi. Voy, shunaqa qilib yerding. Voy. Mana bu haqiqiy sariyog'. Chichivichli ko'ksi-muksilaringdan 1000 marta yaxshi. Undan ko'ra nonni ustiga surib shakarga botirib yegan yaxshi. Kakranshi. Nimaga ovqatlanib o'tiribsizlar? Ammo Alfredo zakaz qilganman-ku. Alfredo yemaysizmi, adi? Sariyog' bilan kakranshi. Ovqat zakaz qilgandim-ku. O'sha ovqat zakaz qilgan joyini endi bitta uy ham zakaz qil. Bo'sh bo'lmaydimi?